Follikulasi yaxshi o'smaydigan qizlarga follikulani o'stirishga dori berayotgan vaqtim dorini hisobiga bachadon ichki qavati ingichkalashib boshlaydi. Yana ayrim qizlar bor, follikulasi yaxshi o'sadi, lekin bachadon ichki qavati o'sha endometriy qavati rosa ingichka bo'ladi, o'stirish rosa qiyin. Shunaqa vaqtlari bachadon ichki qavat, ya'ni endometriy qavatini yaxshi o'stirish uchun, ertaga ovulyatsiyadan keyin homilani yaxshi ushlab qolish uchun men dorilar tavsiya qilaman. Mana shu dorilarni ichib turinglar yoki mana shu dorilarni surtinglar deb. Shunaqa vaqtlari ko'p qizlarimizning menga beradigan savoli, Dilnoza, dorilardan tashqari yana ko'proq nimalar iste'mol qilishim kerak? Ko'proq nimalar tavsiya qilasiz? Tabiiy narsalarni ham aytsangiz, men ham dorini qabul qilaman, ham tabiiy narsalarni ko'proq iste'mol qilishga harakat qilaman. Shu bachadon qavatini yaxshi o'stirish uchun ko'proq nimalar yeyish kerak aytsangiz, men o'shalarni ko'proq iste'mol qilishga harakat qilaman deb so'rashadi. Matkani ichki qavatini yaxshi o'stirishga yordam beradigan eng zo'r mahsulotlardan biri bu mevalar. Mevalardan ko'proq nimalar iste'mol qilasiz? Anor, malina, ananas. Menimcha ananas hozir hamma olaydi, hamma joyda bor, eng zo'r meva u ham. Va yana ko'proq qovoq. Mana shunaqa mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilsanglar, albatta sizni bachadon ichki qavatingiz yaxshi o'sadi.